Jigarlar, men sizlarga yana Minnonoboddan необычный 2 sotilik hovli topib qo'ydim. Hech qanaqangi krediti yo'q, oylik to'lovi yo'q, umuman qarzdorligi yo'q, shunday notariusdan o'tadigan. Narxi 33 ming deyishyapti. Sunnatiga sal o'tib beriladi ozgina, kelib ko'ringlarchi, agar ma'qul bo'lsa bosib oringlar. 2 sotilik uy baribir 2 sotilik bo'lsa ham, 4 xona bo'lsa ham etajdan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. O'zlaringga moslab remont qilasizlar. Remonti chatoqroq lekin ko'ringlarchi, agar ma'qul bo'lsa bosib oringlar. Mana mahallasi 2 sotiliklar qatorida. Mana obishni 2 sotilik bo'lsa, mana bu boshqacha bo'lib tushgan ekan. Bularning eshigi o'rtada bo'lsa, buni eshigini yonga olib qo'yishgan. Boshqacha 2 sotilik ekan, mana uzumlari bor. Bari imkoniyati etajdan ko'ra ko'proq bo'ladi. 2 sotilik bo'lsa ham hovli uylarda. Hovlimizga keladigan bo'lsa, narigi 2 sotiliklarda o'rtada prям uyning ichiga kirib keladi. Bular deb tashqaridan uylarning ichidan o'tmagan holda kirib keladi. Bitta, mana bitta ikkinchi xona, zali. Aytdi yana bitta yotoqxona bor. Yotoqxonaga kirmaymiz. Bizning qoidamiz shu. Bu tomonga o'tadigan bo'lsa, mana terasga qilishgan, mana bitta oshxonaga mo'ljallashgan ekan. Orqa tomon. Kuchiga ham bor, qorovuli ham. Aka naves qo'yishgan. Обычный 2 sotilik uy qana bo'lishi kerak bo'lsa shunaqa joyi bor. Domdan ko'ra imkoniyati bor. O'chaq qilib, tandir qilib, yer nima, hovli uydaqa hojatxona qilib imkoniyatlari bor. Domda bunaqa qilib o'chaqda osh qila olmaysiz, tandir naves qila olmaysiz. 2 sotilik bo'lsa ham imkoniyatlari bor uylardan. Kelib ko'ringlar, ma'qul bo'lsa narxi ham aytib o'tdim. Juda ham ma'qul narx. 33 ming deyishyapti, ozgina sunnatiga o'tib beriladi. Kredit yo'q, shunday sraz notariusdan o'tadi.